Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun kitob obzor rubrikamizni yana davom ettiramiz. Bugun sizlarga yana zo'r kitob tayyorlab qo'ydim. Bu kitob oti Das 80 und 20 Prinzip. Richard Koch, Mehr Erfolg mit weniger Aufwand. Ya'ni ma'nosi, ya'ni 80-20 prinsipi, ko'proq natijaga erishish, kamroq harakatlar bilan. Bu kitobni demak o'sha blinkist.com dan oldim. Uni ChatGPTga demak tashladim. Aytdimki, menga buni yanada qisqartirishga bir 5 ta yaxshi foydalarni olib bergin dedim. ChatGPT menga tayyorlab berdi. Endi buni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. O'zim fikrimni buni orada bayon qilaman. Hop, Pareto qoidasi shuni aytadiki, 80% natija o'sha 20% harakatdan keladi. Yani buni qanaqa tushunamiz? Masalan, sizda 100 ta mahsulotingiz bo'lsa, 100 ta mahsulotingizda bir oylik sotuv hajmingiz, misol uchun $10,000 bo'lsa, qaysi mahsulotlar asosiy savdoni qilib beryapti? Demak, 50% dan ko'p yoki 80% примерно savdoni qilyapti desangiz, o'sha 20%, 20 ta mahsulot, bu yerda agar 100 ta mahsulot degan bo'lsak, 20 ta mahsulotingiz hamma продажani почти qotgan bo'ladi. Shunaqa bir kuchli qoida, juda ham ko'p hayotda jabhalarga ishlaydigan qoida. Pareto qoidasi deb nomlangan. Juda ham mashhur qoida. To'g'ri, istisno holatlar bo'ladi albatta. Har doim ham bu 100% lik to'g'ri deb ayta olmaymiz, lekin ko'pincha ishlaydigan qoida. Demak, birinchisi aytilyaptiki, 80-20 tahlili. Foydalar, mijozlar va mahsulotlarga e'tibor bering. Misol, bir kompaniyaning 3 ta mahsuloti 52-6% foyda bergan. Demak, ularni ko'paytirish kerak. Aytilyaptiki, boyagi masalan misolda agar o'sha 20 ta mahsulotimizni bizani asosiy foydamizni qilib berayotgan bo'lsa, nimaga biz yana 80 ta mahsulotga qattiq urg'u beryapmiz? Ba'zan bo'ladiki, o'sha haqiqatan asosiy sotilayotgan mahsulotni biz masalan ketini uzmasligimiz kerak. Eng muhim qoidalardan bittasi bu. Nimaga? Chunki o'sha asosiy, demak, sizni обороtingizni qilib berayotgan shu mahsulotlar. Uni pulini boshqa joyda muzlatadigan bo'lsak, nima bo'ladi? Bizda muammo, ya'ni оборотimiz kamayib qoladi. Chunki biz analitikani oladigan bo'lsak, o'sha 20 ta mahsulot asosiy hamma savdoni qilib beryapti. Shuning uchun urg'uni o'sha sotuvi zo'r bo'layotgan mahsulotlarga berish kerak. Endi agar biz aytsakki, qolgan mahsulotlar ham chaqiryapti do'konga, misol uchun klientlarni desak, mayli, u mahsulotlarni ushlaylik, lekin asosiy stokimiz o'sha yutayotgan mahsulotlarda bo'lsin va uni ketini uzmaslik kerak. Bu bitta misol, ya'ni qanaqa qilib Pareto qoidasini yana ishlatish mumkin hayot. Ikkinchi, har bir sohada 80-20 yondashuvni tatbiq qiling. Misol, savdolarda faqat asosiy 20% talablaringizni himoya qiling. Marketingda esa 20% mijozlar 80% beradi. Ya'ni marketingda ham ajoyib statistika. Masalan, 100 ta klientingiz bo'lsa, 20% klientingiz asosiy savdoni qilib berar ekan. Primerni aytilayotgan narsalar. Ya'ni o'sha 20% klient, masalan, bo'ladi klientlar 1 millionlik narsa sotib oladi, masalan, BioStore'da ham. Unaqa klientlar ko'pincha o'zi biladi nima olmoqchiligini. Yoki tavsiya bersangiz, o'ylab ko'radi, bo'pti qo'shing deydi. Misol uchun cheki bemalol bo'ladi, keyin qattiq skidka bering deb talashmaydi. Keyin ya'ni ular onsoroq mijozlar hisoblanadi. Ba'zi mijozlar bor, misol uchun o'zi olayotgan narsasi 50 minglik narsa bo'ladi va undan skidka so'raydi, yaxshilab. Keyin dastavkani tekin qilib bering deydi. Keyin yana nimadir talablar bor. Keyin biz qilib bera olmasak, bizdan yana xafa bo'lishadi. Ya'ni nimaga sizlar unaqa skidka ham qilmaysizlar, dastavkani ham tekin qilmaysizlar. O'zi u, ya'ni 50 minglik narsadan necha pul qoladi. O'sha mijozlar ko'pincha, endi mijozlar hammasini biz yaxshi ko'ramiz, hammasiga yaxshi xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz, lekin o'sha ko'pincha misol uchun olishni ham даже niyat qilmagan, prosta so'raydigan mijozlar ko'p bo'ladi. O'sha 80% ichiga kiradi-da ular. Ularga o'ta ko'p vaqt ajratib, o'ta ko'p mehr berib yuborsak, nima bo'lishi mumkin? Anta 20% bizani asosiy оборотimizni qilib beradigan klientlar, ular orqa planga o'tishi mumkin.
Shuning uchun 80-20 qoidasini ishlatadigan bo'lsak, Paretoga ko'ra bizi prioritetni o'sha bizaga demak asosiy оборотni qilib berayotgan mijozlarga ko'proq e'tibor qaratishimiz to'g'ri bo'ladi. To'g'ri, endi misol uchun hamma mijoz o'zini sharoiti bor, o'zini sharoitiga qarab oladi, skidka so'rayotgan balki qiynalayotgandir. Lekin ba'zilar bo'ladi, misol uchun skidkasiz narsa olmaydi. Har doim skidka kerak bo'ladi. Endi misol uchun biz ba'zan aytamiz, masalan, korzinkaga borsak ham, nimani qo'limizga olsak ham, sразу uni skidka qilib bering, 50 ming narsa biz 40 ming qilib bering, 30 ming qilib bering, aytilmaydi-yu. To'g'ri, hammani ishlash prinsiplari bor. Endi bizda sal skidka masalasi qiyinroq, chunki o'zi marjamiz unaqa katta emas. Ya'ni ochiqchasi aytganda, misol chunki konkurensiya katta vitamin badladi, bilasizlar. Hamma hozir har qadamda do'konlarda, aptekalarda baribir o'sha vitaminlarni topsanglar bo'ladi. Bizda masalan narximiz baland qilib o'tirganimiz bizga foydasi yo'q. Kamroq marja qo'yib bo'lsa ham tezroq оборот qilish harakatdamiz. Endi qo'ldan kelgancha skidka ham qiladigan joylarimiz bo'ladi. Lekin asosan ya'ni o'sha belgilangan narxlar bo'yicha sotamiz. Agar narxlarni o'sha shart-sharoitlarimizni qabul qiladigan odamlar bo'lsa, unda ular bilan ishlashimiz ancha oson bo'ladi. Nariga skidka talab qilayotgan yoki dastavkani tekin qilib bermasangiz bo'lmaydi degan klientlar, u demak bizning klientimiz ham emasdir balki. Ular ya'ni bozor katta, boshqa qayerdandir yaxshi bir dostupniyroq narxlarni topib, dastavkalarni tekin qildirib sotib olishar balki. Uchinchisi, soddalik murakkablikdan foydaliroq. Misol, kam mahsulotli, kam xarajatli kompaniyalar ko'proq foyda qiladi. Keraksiz mahsulotlarni kamaytiring. Bu narsada men juda ham aqlimda qolgan bitta gap bo'lgandi. O'sha korzinkani xo'jayini Zafar aka Hoshimov aytgandilar bir marta. O'shani YouTube'da ko'rgandim. Aytdilar, bitta qaysidir saytga borsam dedilar, kuzatdim dedilar. Bitta masalan zig'ir yog'idan dedilar, bir 6 xil, 7 xil zig'ir yog'ini turini qo'yib qo'yishibdi dedilar. Men o'yladim dedilar, ya'ni qanaqa qilib bu foyda qiladi, ya'ni shuncha zig'ir yog'ini sotish kerak. U klient ham sotayotganda qaraydi. Zig'ir yog'i 7 xil. Uni tanlashiga ham qiyin bo'lib qoladi. Biz shunga merchandising qoidalariga ko'ra deyaptilar. Masalan, qaysidir brendmi, shu brendni olib kelib qo'yib qo'yamiz, uni bitta konkurensiyasini qo'yamiz deyaptilar asosan. Bo'ldi, shuni ikkita bilan cheklanamiz yoki ikkita, 3ta bo'ladi maksimum. 6ta, 7ta, 10ta bo'lmaydi. 10ta bo'ladigan bo'lsa, muammo. Ya'ni 80-20 prinsipiga yana to'g'ri kelmayapti. Nimaga desangiz, anta 20% zo'r ketadigan mahsulotni yetkazib bera olmayapsiz vaqtida, lekin mana bu yerda plus 80% mahsulotda turibdi, ya'ni yaxshi sotilmaydigan. Shuning uchun yana balans buzilib qoladi. Hop, to'rtinchisi, do'stlik va munosabatlarda ham 80-20 ishlaydi deyilyapti. Misol, hayotimizga eng ko'p ta'sir qiluvchi 20% insonlarga ko'proq vaqt ajrating. Buni qanaqa tushunishimiz mumkin? Masalan, 10 ta inson o'rtog'i bor. Sinov keldi, 8 tasi qochib tarqalib ketdi. 2 tasi qoladi. Nimaga bunaqa desa, ya'ni shunaqa ekanda, endi bir kuzatuvlar natijasida aytilayotgan narsa bu. Bo'lishi mumkin 3 ta, bo'lishi mumkin 5 tasi qolishi ham mumkin. Lekin ko'pincha holatlarda ko'rsak, 10 ta o'rtoqdan bitta yoki 2 tasi qoladi. O'sha haqiqatan sizni qiyinchiligingizda turib beradigan o'rtoqlaringiz. Unaqa o'rtoqlar juda kam bo'ladi. Unaqalarning qadriga yetish kerak. O'shalarni ajratib olgandan keyin, misol uchun sinov tugagani bildingiz o'sha kim qanaqa. Keyin yana o'sha yaxshi normal holatga kelsa, haligi 8 ta yana qaytib keldi, misol uchun. Ularga bulardan ko'ra baribir boshqacharoq muomala bo'lishi kerak. Nimaga desangiz, turib berganlar mana bu ikkitasi. O'shanga bu do'stlarda ham ishlaydigan qoida ekan. Hop, keyingisi 5-inchisi, vaqtingizni boshqarmang, uni inqilob qiling deyilyapti. Misol, ishdagi natijalar ko'pincha oxirgi 20% vaqtda yaratiladi. Vaqtni to'g'ri taqsimlash orqali ko'proq erishing. Ishda ham, masalan, sizga nimada, masalan, universitetda yoki kursovoylar berilsa, masalan, 1 oy beriladi, o'shani topshirish kerak. Yoki o'sha Turkiyada o'qiyotganimizda ham proyekt berilardi. Nimadir maket yasash kerakmi? O'sha kursovoyga o'xshagan ish deylik. O'shani
bir oy berilganda biza orqaga tashirdik-da baribir. Orqaga tashiladi. Keyin oxiri masalan 5 kun qolganda 8-10 bo'lsa, 6 kun qolganda 5-6 kun как раз 20% bo'ladi. Keyin harakat boshlanadi, keyin yonadi. Tez qilish kerak, уже yaqin qolyapti. Keyin rostdan ham oxiriga olib borib bitirardik shu narsani. Ko'pincha holatlarda bu narsa, ya'ni proyektlarda ham ishlaydi. Ya'ni sizga masalan 10 soat beriladi, lekin eng produktivniy vaqt 2 soat bo'ladi. Shu 2 soatda bajara olishingiz mumkin, Alloh iznibilan. Shunaqa bir ishlaydigan narsa, buni 100% ya'ni bir Qur'onda yozilgan yoki hadislarda kelgan bir qoidalardagi ishlatmaymiz buni albatta. Lekin ko'pincha kuzatuvlar natijasida shu narsa aytilyaptiki, katta natijalarni kichkina raqamlarda hal bo'lar ekanda. Shu narsaga agar biz e'tiborimizni qaratsak, bu narsani primerni shunaqa bo'lsa kerak degan tushuncha bilan agar yondashadigan bo'lsak, bizning biznesimizda, shaxsiy hayotimizda ham foydalari bo'lishi mumkin ekan. Hozircha sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lganimiz shu. Sizlarning hayotingizda 80-20 qanaqa ishlaganini agar kommentariyada yozib qoldirsanglar, boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Salomat bo'linglar.